Qizil burchakka Faxriddin Salimov taklif etilmoqda. Ну а теперь встречайте его соперника. В синий угол добро пожаловать Shohruz Rahimov. Faxriddin Salimov Farg'ona viloyatidan, Shohruz Rahimov samarqandlik bokschi. Og'ir vazn toifasi. Birinchi og'ir vazn toifasi qadar do'stlar. Заглавный бой вечера. Первый боец, красный угол, минут 30 лет, рост метр 98 сантиметров, вес 90 килограмм ровно. Тренер Анвар Махкамов. Он кандидат в мастера спорта по боксу. Профрекорд. Ушна Джань, Ушна Голова, представляющий бойцовский клуб Мухаммад Али Боксинг Фаргона. Фахриддин Салимов. Соперник синий угол, минут 24, рост метров 86 сантиметров, вес 97 килограмм рота. Тренер Батнет Абдурахманов. Он мастер спорта, также пятикратный чемпион Узбекистана по боксу. Профрекорд. Ушна Джань, Ушна Голова, представляющий спортивный клуб Ракобат Самарканд Чаттакорго. Shohruz, азиатский тигр.
Sabina Babakulovani ko'rdingiz. Birinchi jangda. Buyruqlarni eshitasizlar. Stop, break, qasddan urinishini bosh orqasiga urish yo'q. Stop deganda qadar menga qarab ishlashadi. To'xtash. Break bir qadam orqaga jang bo'ladi. Kelayotgan olmaydi. Birinchi raund. Tushunarli jang ssenariysi bu yerda ham Faxriddin Salimov imkon qadar yo'q. Qanday kross hozir zarba o'tdi. Shohruz Rahimov ijrosida o'tdi mana shu kross zarbasi. Mo'ljalga bordi. Vazn yengil emas, zarbalar ham shunga monon og'ir bo'ladi. Masofani qisqartirishga harakat qilyapti, kutyapti, poylayapti. Bu yerda nafaqat masofani qisqartirish, balki aniq zarba yo'llash ham muhim. Shohruz Rahimov katta qo'rg'ondan Samarqand viloyati. Mana shu qo'l yon taraflama zarba hozir o'tmadi, lekin tushunarli. Bu yerda Samarqand viloyati vakili imkon qadar o'sha og'irroq zarbalar yo'llashga harakat qilaverdi. Jab Salimovdan. Chap qo'l. Yon taraflama zarba nishonga bordi. Tabassum qilyapti. Break, bir qadam orqaga tashlash kerak. Zarba yo'llashdan avval, keyin hujum amalga oshirish mumkin. Yana bir aytib o'taman, har bir zarbaga imkon qadar og'irlik yuklashga harakat qilaveradi Shohruz Rahimov. Jang davom etadi. Qorin qismiga zarba. Negadir masofani o'zi qisqartirishga harakat qilyapti Faxriddin Salimov. Biroz tushunarsiz. E'tibor qarating. Bu Rahimov uchun qulay masofa. Albatta klinch. Chiqishda tayyor, zarba berib yubordi. Referiga ko'rsatmagan holda. Chap qo'l zarba cross o'tyapti. Qorin qismiga zarba. Bu tariqa masofani qisqartiryapti, biroz nafasni rostlab olgandan so'ng keyin yana hujumga o'tyapti. Bu ham o'ziga xos taktika. Nigohi ishonch bilan hozir oldinga borishga urinib ko'radi Rahimov. Bundan avvalgi jangini ham kuzatganmiz Faxriddin Salimovni. O'shanda ham ajablantirgan barchani. Ya'ni mana shu bo'y borasidagi ustunligidan o'sha masofada jang olib borishdan ko'ra, u ham qisqa masofaga kirishni harakat qilgan edi, lekin o'shanda g'alaba qozongan. Birinchi raund yakuniga yetdi. Yaqqol zarbalar baribir Samarqand viloyati vakili tomonidan edi. Boksdagi yaqqol zarbalar. Hakamlar bor, barchasini hisob-kitob qilib turishdi, lekin qiziqarli jang, vazn og'ir, yengil emas. Zarbalar ham shunga monan bo'ladi, bilamiz. Bu vazn toifasida istalgan holatda nokaut ko'rishimiz mumkin. Nima yonida turmaydi? Qadam ishlab, qadam yursin, oyoq yursin. Mana o'sha krosslar. Yana bir shunga o'xshash zarba. Voy. Qanday javob qaytardi? Joyida. Mana qarang, turib qoldi. Rahimov endi kuchli zarba emas, kuchli zarba bundan avval yo'llangan edi. Ikkinchi raund. Boshlandi. Darhol ikkita mana shu jab bilan kirib bordi, o'ng qo'lda. Yana tegizyapti mo'ljalga.
Har ikkisi chapaqay ma'lumot o'rnida. Qorin qismiga zarba. Cross ortidan o'tdi. Hozir zarbasi shu qorin qismiga mo'ljalga bordi. Ko'rdingiz-a, qo'llarini pastga tushirib yubordi Faxriddin Salimov. Kirib boryapti. Rahimov klinch bu vazn uchun odatiy holat. Klinchlar burchakdan ham eshityapti. Nima keragi bor yaqin masofaga kirib borish degan. Rahimov ishga harakat qilyapti. Masofada ushlab turibdi. Endi Salimov mana endi to'g'ri harakat. Chap qo'l cross. Kapa tushib ketgan va uni joyiga qaytarish kerak. Mana bu yerda endi Salimov jonlandi va zarbasi o'tdi. Aytib o'tishimiz darkor, ushladi. Hozir qo'yib yubormaslikka stoyil harakat qildi. Kelasi bir-birini ushlagan edi hozir. Mana shu vaziyatda jangni kuzatishda davom etamiz. Mana endi bo'ydor bokschilar qanday jang olib borish kerak bo'lsa, mana shu uslubda harakat qilishni boshladi. Cross, uppercut kutib olgandan so'ng raqibni o'ziga chorlaganda va clinch. Masofa uzoqlashtiriladi. Mana shunday uslubda Salimov albatta jang olib borish kerak. Yana o'ng qo'l zarba va yo'nalishdan qochyapti. Zarba yo'nalishdan qochyapti. Yana zarba, mana e'tibor qarating va clinch. Ya'ni tarozi pallasi endi ikkinchi tarafga qarab ketyapti. O'tdi zarba. Ehtiyot bo'lish kerak boshlar to'qnashuvdan. Keskin harakat bo'lgan edi. Chap qo'l cross o'tmadi. Borada esa ikkinchi raund yakuniga yetib bormoqda. Breakdan so'ng zarba yo'lladi. O'ng qo'l yon taraflama zarba va raund yakuniga yetdi. Endi bilmadim. Eshitamiz deyapti yakunda referi. Bokschiga yuzlangan holda. Burundan nafas, burundan. 5 marta burundan, davay. Chiqarib olamiz. Yetcha qoldi. Shuni yutolmasiz, ushaqdan keldi bo'lmasan, davay. Ikkita raund qoldi endi. Ushaqdan keldik Navoiyga. G'alaba qozonish uchun degan ko'rsatmani eshitdingiz-a? Takror lavhalarni ko'rdingiz, qadrli do'stlar. 3-raund. O'ng qo'li keskin ravishda, lekin chap berdi. Salimov yana kirib boryapti mana shu o'ng qo'li bilan. Rahimov Samarqand viloyat vakili. Jabdan unumli foydalanyapti bu yo'lga Salimov. Qo'lni baland ko'tarib mana shu kirib bormoqchi, lekin masofani keskin qisqartirgan holda hozir raqibga zarba yo'llash imkoniyatini bermadi Salimov. Cross ko'rinmay qolyapti. Jang davom etadi. Yana clinch. Aniq zarba bo'lmadi bu yerda.
So'nggi ogohlantirish har ikkala bokschiga. Breakdan so'ng ortga qadam tashlash kerak. Sakrab turib hozir o'ng qo'lda zarba berishga harakat qilib ko'rdi. Chap qo'li zarba. Jang uslubini o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi, ochig'ini aytib o'tamiz. Faxriddin Salimov birinchi raunddan so'ng shu cross zarbalarni o'tkazib yuborgach, hozir bu raqibga qarshi qanday bahs olib borish kerak ekanligini tushunib qolgandek. Ammo baribir Rahimov xavfli bo'lib qolaveradi uning crosslari. Rahimov baribir o'sha kuchli zarbaga tayangan holda jang davom ettiradi. O'ng qo'l cross o'tdi Rahimovda, Rahimov tashlanyapti. Ochiqchasiga endi. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Kapani taqyaptimi? Qarang, ikkilik zarbasi. Raqib bir qadam oldinga tashlaganidan so'ng kapa tushib ketdi oxir oqibat. Round tugadi. O'ng qo'l yon taraflama zarba o'tdi, menimcha o'tdi. Bong bilan birgalikda biroz qalqigandik. Yana bir bor aytib o'tmoqdaman, qadrli do'stlar, Shohruz Rahimov aynan og'ir zarbalarga tayanib jangni davom ettiryapti. Aynan. Tushunarli, Salimov ana shu vaziyatni o'zi uchun o'nglaganligi, masofada jangni olib borayotganligi bu o'zi uchun juda to'g'ri qildi. Shuni bo'ldi, kirishib oldi jangga. To'rtinchi raund, qadrli do'stlar. Jab, ikkinchi jab. Bormadi mo'ljalga hozir zarba. Chap qo'l yon taraflama. Jismoniy kuch ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi, ayniqsa og'ir vazn toifasida hozir. Charchadi degan ovozdan eshityapsiz. Jab. O'ng qo'l crossini tashlayapti Rahimov. Qilyapti albatta yana kuch qidirishga, mana bunday zarbalar, kuchli zarba yo'llash uchun kuch ham kerak taxir. Chap qo'l qisqa masofa, Salimov.
aniq zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Ha, ko'proq kuch saqlab qolganligi va uning o'zi hozir masofani qisqartirish, o'sha oldinga borish kerak emasligi hozir unga foyda beryapti. Rahimov endi vazn og'ir, barchashadi. Chap qo'l. Kuchli bo'lmadi zarba. Kuchli bo'lmadi. Mo'ljaliga bordi, lekin kuchli bo'lmadi. Agar shu birinchi, ikkinchi raund o'tganida vaziyat o'zgacha yakuniga yetardi. Baribir o'sha kuchli zarbasini, baribir o'sha krossni yo'llashga harakat davom etmoqda. Klinch. Jab. Salimovdan chap qo'lida aniq zarba. Faxriddin Salimov yana aniq harakatni davom ettiryapti. Klinch. Yakun albatta. 10 soniya vaqt qolyapti jang yakuniga yetishiga. Referi ehtiyot bo'lish kerak. Qo'l kross Rakimov. Biroz kech, lekin aniq zarba o'tdi. Ochiqchaga kirishib ketishyapti bokschilar va bo'ldi yakuniga. Ofarin. Gap yo'q. Bahodir Jalolovda akasi. Ukasi. Faxriddin Salimov, Shohroz Rahimov jangi. Menimcha Salimov g'alaba qozondi. Chunki ko'proq aniqroq shu ikkinchi raunddan, ikkinchi yarmidan boshlab to'g'ri, mana shu antropometrik ustunligidan to'g'ri foydalana boshladi. Natija hozir e'londa bilib olamiz. Bilib olamiz, qadrli do'stlar. Rejissyorlar emas, albatta yosh charm qo'lqop ustalari. Boksimizning ertasi bo'ladi. Endi Xalqaro menga bergan ma'lumotga ko'ra bu bokschi. Bolakay. Hamma ishongani o'z g'alabasiga har doim shunaqa bo'ladi. Lekin qaror bitta. И противостояние тяжеловесов. Решением судей. Kamlarning qarori bilan. Jangovar durang. Durang. Zarbaning salmog'i bu yerda bilindi. Zarbaning salmog'i menimcha ko'p zarba yo'llaganda Faxriddin Salimov, lekin Shohroz Rahimov o'sha 2-3 ta aniq zarbalari ko'proq ball beradi. Juda ko'p ball beradi mana bu yaqqol zarbalar. Mana shu tariqa durang qayd etilyapti ushbu jangda. На ринг приглашается на роль рефери Ислам Турсунбаев. Please welcome. Боковые судьи Маджидов, Макамов и Абдукахора.